Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlar 2025 yil oxirigacha ayrim ishlarni vaqtida qilmasa, pulni kechiktirib olishi, ayrim qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishi yoki hujjatdagi xato sabab ortiqcha yugurga tushib qolishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Amaliyotda eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odamlar hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bitta raqam, bitta manzil, bitta bank kartasi yoki bitta ma'lumot bazada noto'g'ri turgani uchun pensioner bir necha oy qiynaladi. Shuning uchun hozir diqqat bilan eshiting. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi, yolg'iz yashaydigan qarindoshi bor har bir inson uchun kerak. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun 2025 yil oxirigacha nimalarni tekshirish, qaysi hujjatlarni tartibga keltirish, qayerga murojaat qilish va qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Avvallari ko'p masalalar qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, ariza va idoraga borib kelish orqali hal qilinardi. Pensioner pensiyasini naqd pulda olardi. Pochta yoki yetkazib beruvchi kelardi. Ayrim ma'lumotlar joyida so'rab aniqlanardi. Hujjatda kichik xato bo'lsa ham, ba'zan mahalladagi tanish mutaxassis yoki tuman bo'limi orqali vaziyatni tushuntirib hal qilish mumkin edi. Hozir esa tizim tobora raqamlashtirilmoqda. Pensiya, nafaqa, bank kartasi, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, nogironlik bo'yicha ma'lumot, ish staji, daromadlar, ijtimoiy himoya reyestrlari, soliq va boshqa bazalar o'zaro bog'lanmoqda. Bu yaxshi narsa. Chunki ko'p ishlar avtomatik tekshiriladi. Odam kamroq qog'oz ko'taradi. Lekin shu bilan birga bitta bazadagi xato boshqa joyda ham muammo chiqarishi mumkin. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin bankdagi karta ma'lumotlari yangilanmagan. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumot eski qolgan. Yoki bank kartasining muddati tugagan. Ammo pensioner pensiya baribir tushaveradi deb o'ylagan. Yoki telefon raqami farzandining nomida SMS kelmaydi, karta bloklanganini bilmaydi. Natijada pul yo'q qolmaydi, lekin vaqtida olinmaydi. Qayta tiklash uchun ariza, navbat. Bank, pensiya bo'limi, mahalla va boshqa idoralarga borishga to'g'ri keladi. Men eng avvalo shuni aytaman, ko'p hollarda pensiya birdaniga bekor bo'lib ketmaydi. Ammo to'liq to'xtab qolishi, kechikishi, aniqlashtirishga tushishi yoki qo'shimcha imtiyozlar berilmay qolishi mumkin. Pensioner uchun esa bir oy pensiyaning kechikishi ham katta muammo. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, qarz, nabiralarga yordam. Hammasi shu pulga bog'liq bo'lishi mumkin. Birinchi muhim masala, shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JCHR, yashash manzili, telefon raqami va bank rekvizitlari bir-biriga mos kelishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerning hujjatida bir harf boshqacha yozilgan bo'ladi. Masalan, Tursunova bir joyda Tursunboyeva bo'lib ketgan. Yoki tug'ilgan sana bir bazada 12 mart, boshqasida 21 mart. Bunday xato mayda ko'rinadi, lekin elektron tizim uchun bu boshqa odamdek ko'rinishi mumkin. Ikkinchi masala bank kartasi va hisob raqami. Pensiya kartaga tushadigan bo'lsa, kartaning amal qilish muddati bloklanmaganligi, bankdagi telefon raqami va PIN kod masalasi tartibda bo'lishi kerak. Masalan, 72 yoshli otaxonning kartasi 2025 yil noyabr oyida tugaydi. U buni bilmaydi. Chunki kartaning old tomonida yozilgan sanaga e'tibor bermagan. Dekabrda pensiya tushadi, lekin u yecha olmaydi. Bankka boradi, navbat kutadi, yangi karta tayyor bo'lishini kutadi. Agar salomatligi yaxshi bo'lmasa, bu oddiy ish ham katta muammoga aylanadi. Shuning uchun 2025 yil oxirigacha barcha pensionerlar kartasining amal qilish muddatini tekshirtirib qo'yish kerak. Uchinchi masala, pensiya turi va huquqni tasdiqlovchi asoslar. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa to'lovlar bo'lishi mumkin. Har birining o'z sharti bor. Kimdir faqat yoshga doir pensiya oladi. Kimdir nogironlik guruhi bo'yicha ham alohida huquqqa ega bo'lishi mumkin. Kimdir yolg'iz pensioner sifatida qo'shimcha yordamga tushishi mumkin. Odamlar ko'pincha men pensiya olaman, boshqa narsa menga tegmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya, ijtimoiy yordam, dori-darmon bo'yicha imtiyoz, sanatoriy yo'llanmasi yoki mahalla orqali moddiy yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. To'rtinchi masala, ish staji va avvalgi ish joylari.
pensiya hisoblashda ish staji va ish haqi ma'lumotlari katta ahamiyatga ega. Ilgari korxona yopilgan, arxivga topshirilgan, mehnat daftarchasida muhr noaniq, lavozim yozuvi tushunarsiz bo'lishi mumkin. Pensioni allaqachon pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, ayrim holatlarda hujjat topilsa, hisob-kitob qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men bunday vaziyatlarda odamlarga har doim aytaman. Eski mehnat daftarchangiz, harbiy xizmat hujjatlari, tug'ruq ta'tili, bolalar parvarishi, o'qish davri, zararli sharoitdagi ish. Mukofot va ish haqi haqida ma'lumotnomalarni tashlab yubormang. Keraksiz deb ko'rgan bitta qog'oz keyin oyma-oy qo'shimcha pulga sabab bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda hujjatini yaqinda almashtirgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, eski pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsa, bank, pensiya bo'limi va boshqa xizmatlarda ma'lumot yangilanganini tekshirish lozim. Davlat o'zi biladi deb beparvo bo'lmang. Ha, ma'lumot almashinuvi bor, lekin amalda kechikish, texnik xato yoki mos kelmaslik bo'lishi mumkin. Ikkinchi navbatda boshqa manzilga ko'chgan pensionerlar. Toshkentdan viloyatga, tumandan tumanga yoki farzandining uyiga vaqtincha ko'chganlar bor. Agar doimiy ro'yxat, vaqtincha yashash joyi, mahalla ro'yxati va pensiya olish joyi orasida chalkashlik bo'lsa, ayrim ijtimoiy yordamlar berilmay qolishi mumkin. Masalan, mahalla bu kishi bizning hududda doimiy turmaydi desa, yordam masalasi cho'ziladi. Pensiya kartaga tushish davom etishi mumkin, lekin boshqa qo'shimcha xizmatlarda muammo chiqadi. Uchinchi navbatda nogironlik guruhi bor pensionerlar. Nogironlik muddatsizmi yoki qayta ko'rikdan o'tish kerakmi? Buni aniq bilish zarur. Ba'zi odamlar men bir marta guruh olganman, tamom deb o'ylaydi. Lekin ayrim guruhlar muddatli bo'lishi mumkin. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza ko'rigidan vaqtida o'tilmasa, to'lov aniqlashtirishga tushadi. Bu yerda eng to'g'ri yo'l tibbiy hujjatlar, poliklinika ko'rsatmalari, epikrizlar, davolanish varaqalari va dorilar bo'yicha ma'lumotlarni oldindan yig'ish. 4-navbatda yolg'iz yashaydigan, bankka o'zi bora olmaydigan, telefon ishlatmaydigan yoki farzandlari uzoqda bo'lgan pensionerlar. Aynan shu insonlar eng ko'p zarar ko'radi. Chunki ular muammo chiqqanini kech biladi. Masalan, karta bloklanadimi, SMS farzandining telefoniga boradi. Pensioni esa kassada pul yechmoqchi bo'lganini biladi. Yoki uyga keladigan xabarnomani tushunmaydi. Bunday holatda yaqinlari kamida oyga bir marta pensiya tushganmi, karta ishlayaptimi, hujjatlar joyidami deb tekshirish kerak. Agar pensionerning pasporti yoki ID kartasi amal qilayotgan bo'lsa, bank kartasi yangi bo'lsa, telefon raqami o'z nomida yoki ishonchli yaqinining nazoratida bo'lsa, yashash manzili o'zgarmagan bo'lsa, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, albatta vahimaga tushish shart emas, lekin xavotir yo'q degani, tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men bunday holatda ham yil oxirigacha bir marta profilaktik tekshiruv qilishni maslahat beraman. Masalan, 68 yoshli ayol har oy 20.500.000 so'm pensiya oladi. Karta 2027 yilgacha amal qiladi. ID karta tartibda, manzil o'zgarmagan. Unga katta ish qilish shart emas. Lekin bankdan hisob holatini tekshirtirsa, pensiya bo'limidan ma'lumotlari mosligini so'rasa, mahallada ro'yxatda to'g'ri turganini aniqlasa, keyingi yil uchun ham xotirjam bo'ladi. Yana bir misol. 75 yoshli otaxon pensiyasini kartadan emas, naqd shaklida oladi yoki yaqinlari olib beradi. Bu holatda ishonchnoma masalasi muhim. Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Kimning nomiga berilgan? U odam haqiqatan ishonchlimi? Pul to'lib yetib boryaptimi? Shularni tekshirish kerak. Men har doim aytaman, pensionerning puli pensionerning o'z huquqi. Farzand, qarindosh yoki qo'shni yordam berishi mumkin, lekin pulni yashirish, ushlab qolish, men to'lab qo'ydim deb hisob bermaslik to'g'ri emas. Birinchi misol, onaxonning bank kartasi muddati tugagan, lekin u kartaning oldidagi 21.25 yozuvini tushunmagan. Noyabrda karta ishlagan, dekabrda muammo boshlangan. Pensiya hisobga tushgan bo'lsa ham bankomat pul bermagan. Onaxon bankka borishga qiynalgan, farzandi boshqa shaharda. Natijada dori olish bir haftaga kechikkan. Buning oldini olish juda oson edi. Karta muddatini sentyabr, oktyabr oyidayoq tekshirish va yangisini oldindan buyurtma qilish. Ikkinchi misol. Pensioner boshqa tumandagi qizining uyiga ko'chib o'tgan, lekin ro'yxat masalasini rasmiylashtirmagan. Pensiya tushavergan. Shuning uchun hammasi joyida deb o'ylagan. Keyin mahalla orqali yordam so'raganda, siz bizda ro'yxatda emassiz degan javob olgan. Eski mahalla esa siz bu yerda yashamayapsiz degan.
Natijada oddiy moddiy yordam uchun bir necha oy hujjat to'plagan. Agar ko'chish vaqtida yashash manzili va mahalla ma'lumotlari tartibga keltirilganida bu muammo bo'lmas edi. Uchinchi misol, erkak kishi pensiyaga chiqqan, lekin eski korxonasidagi 8 yillik staj to'liq kiritilmagan. Korxona yopilgan, hujjatlar arxivda qolgan. U endi kech deb yuravergan. Keyin arxidan ish haqi va staj ma'lumotnomasi topilgan, pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Har oy ozgina qo'shimcha bo'lsa ham. Bu yil davomida sezilarli pul bo'ladi. Masalan, oyga 1 ming so'm qo'shimcha chiqsa, bir yilda 20 million darida 60 ming so'm. Bu pensioner uchun kichik pul emas. 4-misol. Nogironlik bo'yicha to'lov oladigan inson qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuborgan. Uning ahvoli o'zgarmagan, lekin hujjat muddati tugagan. Tizimda ma'lumot yangilanmagan uchun to'lov vaqtincha to'xtagan yoki aniqlashtirishga tushgan. Keyin poliklinika, komissiya, hujjat, navbat, qayta tiklash jarayoni boshlangan. Agar qayta ko'rik sanasi kalendarga yozib qo'yilganida va hujjatlar bir oy oldin yig'ilganida to'lov uzilmasdi. Eng muhim nozik jihat shuki, pensiya va ijtimoiy to'lovlarda hamma uchun bir xil javob bo'lmaydi. Har bir holat insonning yoshi, staji, pensiya turi, nogironlik holati, oilaviy ahvoli, yashash joyi, bank orqali olish usuli va hujjatlariga bog'liq. Shuning uchun qo'shnining tajribasi sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Qo'shningiz men bormadim, menga hech narsa bo'lmadi desa, bu sizga ham shunday bo'ladi degani emas. Yana bir nozik jihat, ijtimoiy yordam bilan pensiyani aralashtirmaslik kerak. Pensiya odatda mehnat staji yoki qonunchilikdagi asosga ko'ra tayinlanadi. Ijtimoiy yordam esa ehtiyoj, oilaviy holat, daromad, mahalla xulosasi va boshqa mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar pensiya olayotgani uchun ayrim yordamlar avtomatik beriladi deb o'ylaydi. Ba'zan ariza berish, hujjat topshirish yoki elektron tizimda murojaat qilish kerak bo'ladi. Yana bir xavfli nuqta firibgarlar. Pensionerlarga telefon qilib, pensiyangiz to'xtaydi. Karta ma'lumotingizni ayting. Kod keldi, o'qib bering. Sizga qo'shimcha pul chiqdi. Kartangizni ulaymiz deb aldash hollari uchraydi. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod, karta raqami, to'liq ma'lumoti, PIN kod, bank ilovasiga kirish paroli berilmaydi. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramasligi kerak. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qiling. Ishonchnoma masalasi ham juda nozik. Ba'zan pensioni yotib qolgan bo'ladi, pulni farzand oladi. Bu tabiiy holat. Lekin ishonchnoma aniq muddatli, qonuniy va tushunarli bo'lishi kerak. Pensionerning o'zi nima imzolayotganini bilishi kerak. Agar u o'qiy olmasa yoki sog'lig'i sabab tushunmasa, bu jarayonda mas'ul shaxslar ehtiyotkor bo'lishi lozim. Pulingizni olishga vakolat bergan odam sizga muntazam hisob berish kerak. Yana bir masala, pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordamlar ishlash holatiga, daromadga yoki boshqa mezonlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, buni yashirmasligi, qanday ta'siri borligini pensiya bo'limidan aniqlash kerak. Yashirilgan ma'lumot keyin ortiqcha to'lov deb topilsa, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Bu juda og'ir vaziyat, chunki odam pulni allaqachon sarflagan bo'ladi. Endi 2025 yil oxirigacha nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta ma'lumoti, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, yashash manzili bo'yicha hujjatlar va kerakli telefon raqamlari bo'lsin. Hujjatlar bir joyda tursa, muammo chiqqanda odam sarosimaga tushmaydi. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati qachongacha, karta bloklanmaganmi, telefon raqami to'g'rimi, SMS xabarnoma ishlaydimi, bank ilovasidan kim foydalanadi, kartadan pul yetishda muammo yo'qmi, bularni aniqlang. Agar karta muddati 2025 yil oxiriga yaqin tugasa, oxirgi oyga qoldirmang. Oldindan bankka boring yoki bankning rasmiy aloqa kanali orqali yangi karta tartibini so'rang. Uchinchi qadam, pensiya ma'lumotlarini tekshiring. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qilib, shaxsiy ma'lumotlar, pensiya turi, to'lov usuli, manzil va hisob raqami to'g'ri ekanini so'rang. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, My.gov.uz yoki tegishli rasmiy xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshirish mumkin.
Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz yordam bersin, lekin parollar va kodlarni hammaga tarqatmang. 4-qadam, staj va ish haqi bo'yicha eski hujjatlarni ko'rib chiqing. Agar mehnat daftarchangizda noaniq yozuv bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, muhr o'qilmasa yoki ayrim yillar kiritilmagan bo'lsa, arxivga murojaat qilish masalasini kechiktirmang. Arxivdan ma'lumot olish ba'zan vaqt oladi. Yil oxirida hamma shoshiladi, navbat ko'payadi. Shuning uchun bu ishni oldinroq boshlash kerak. 5-qadam, nogironlik, parvarish o'quvchisini yo'qotganlik yoki boshqa alohida holatlar bo'lsa, muddatlarni yozib qo'ying. Qayta ko'rik sanasi, hujjat amal qilish muddati, komissiya uchun kerakli tibbiy tekshiruvlar, shifokor xulosalari oldindan tayyorlanishi kerak. Poliklinikaga borganda menga pensiya uchun kerak deb aniq ayting. Qaysi hujjat kerakligini so'rang va nusxalarni saqlang. 6-qadam, mahalla bilan aloqani tartibga keltiring. Yolg'iz yashasangiz, ijtimoiy yordamga ehtiyoj bo'lsa, uy-joy sharoiti og'ir bo'lsa, dori-darmon yoki bu kommunal to'lovlar bo'yicha qiyinchilik bo'lsa, mahalla faollariga og'zaki aytib qo'yish bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada familiya, ism, manzil, telefon, muammo mazmuni. Qanday yordam so'ralayotgani aniq bo'lsin. Masalan, sog'lig'im sabab doimiy dori-darmonga muhtojman, pensiyam yetmayapti. Moddiy yordam ajratishda amaliy yordam so'rayman deb yozish mumkin. 7-qadam. Yaqinlaringiz bilan moliyaviy nazoratni kelishib oling. Har oy pensiya tushgan kunni biling. Qancha tushdi? Qancha yechildi? Qaysi xarajatlar ketdi? Shularni oddiy daftar yoki telefon yozuviga qayd eting. Bu ishonchsizlik uchun emas, tartib uchun kerak. Ayniqsa yoshi katta insonlarda unutish, karta yo'qotish, firibgarlarga aldanish xavf ko'proq bo'ladi. 8-qadam shubhali xabar va qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar 2025 oxirigacha ariza bermasangiz, pensiyangiz kuyadi degan gapni eshitsangiz, darhol vahimaga tushmang. Avval rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi, mahalla, bank, Maybot.uz, yagona aloqa markazlari yoki tuman bo'limlari orqali aniqlashtiring. Internetdagi har bir post va Telegramdagi har bir xabar qonun emas. Agar pensiya miqdori, staj, to'lov kechikishi yoki hisob raqami bo'yicha savol bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta, pensiya hujjati, bank karta yoki hisob raqami, mehnat daftarchasi va mavjud ma'lumotnomalarni oling. Arizada muammoni aniq yozing. Pensiya to'lovim bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib berishingizni so'rayman. Ish stajim qayta ko'rib chiqilishini so'rayman. Bank rekvizitlarim yangilanganini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Agar bank kartasi ishlamasa, bankka boring. ID karta, telefon raqami va agar kerak bo'lsa, pensiya tushadigan hisob haqida ma'lumot olib boring. Bank xodimidan karta muddati, blok holati, hisobga pul tushgani, pul yechish cheklovi bor yo'qligini yozma yoki rasmiy tarzda tushuntirishni so'rang. Pul tushmagan degan gap bilan pul tushgan, lekin karta ishlamayapti degan gap boshqa masala. Agar mahalla yordamiga ehtiyoj bo'lsa, mahallaga yozma murojaat qiling. Iloji bo'lsa, arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanani belgilatib qo'ying. Bu keyin murojaatingiz yo'qolib qolmasligi uchun kerak. Agar yordam rad etilsa, rad etish sababi nima ekanini so'rang. Sababni bilsangiz, yetishmayotgan hujjatni to'ldirish mumkin bo'ladi. Agar sog'liq bo'yicha nogironlik yoki parvarish masalasi bo'lsa, avval oilaviy poliklinikaga murojaat qiling. Shifokorga vaziyatni batafsil tushuntiring. Tibbiy hujjatlar, analizlar, davolanish tarixi, kasalxonadan chiqish qog'ozlari bo'lsa, hammasini olib boring. Tibbiy hujjat tartibda bo'lmasa, keyingi bosqichda muammo bo'ladi. Birinchi xato, hammasini oxirgi oyga qoldirish. Dekabda idoralarda navbat ko'payadi, bayram kunlari yaqinlashadi, banklarda yuklama oshadi. Agar siz noyabr oxiri yoki dekabda karta, hujjat, arxiv, mahalla, poliklinika ishini boshlamoqchi bo'lsangiz, ulgura olmay qolishingiz mumkin. Ikkinchi xato, og'zaki gapga ishonish. Bir tanishim aytdi, qo'shnim shunday qildi, Telegramda yozishibdi degan ma'lumot bilan qaror qilmang. Har bir masala bo'yicha rasmiy javob oling. Kerak bo'lsa, ariza yozing. Uchinchi xato, hujjatlarni yo'qotish. Eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjat juda muhim bo'lishi mumkin. Ularni alohida papkada saqlang, nusxa qiling. Yaqinlaringiz qayerda turganini bilsin. 4-xato, kartani boshqalarga berib qo'yish. Ba'zan farzand yordam beradi, lekin karta, pin kod
SMS kod nazoratsiz qo'lda yurmasligi kerak. Agar pul yechilgan bo'lsa, keyin uni qaytarish qiyin bo'ladi. Bank PIN kod bilan yechilgan desa, isbotlash murakkablashadi. 5-xato. Ortiqcha to'lovdan qo'rqib, o'zgarishni yashirish. Masalan, daromad, ishga kirish, manzil o'zgarishi, oilaviy holat boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha holat o'zgargan bo'lsa, tegishli idoraga xabar berish kerak. Bugun yashiraman deb o'ylagan odam ertaga bir necha oylik pulni qaytarish talabi bilan duch kelishi mumkin. Men bugun sizga eng muhim narsani tushuntirmoqchi bo'ldim. 2025 yil oxirigacha pensionerning asosiy vazifasi vahimaga tushish emas, hujjat, bank, manzil, tibbiy ma'lumot va ijtimoiy yordam masalalarini tartibga keltirish. Pensiya ko'p odam uchun oddiy daromad emas, hayotiy zarurat. Shuning uchun bu pul bir kun ham kechikmasligi uchun oldindan harakat qilish kerak. Bugun uyga borgach yoki hozirning o'zida ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz bo'lsa, ulardan 3 narsani so'rang. Kartangiz muddati qachongacha? Hujjatlaringiz joydami? Pensiya to'g'ri tushyaptimi? Shu 3 savolning o'zi ko'p muammoning oldini oladi. Izohlarda yozing. Sizda yoki yaqinlaringizda pensiya, karta, hujjat, staj yoki mahalla yordami bo'yicha qanday muammo bo'lgan? Tajribangiz boshqalarga foyda berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki vaqtida tekshirilgan bitta hujjat, vaqtida almashtirilgan bitta karta va vaqtida yozilgan bitta ariza pensionerning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi.